O'quv yili yakunlanish arafasida 15 may kuni davlatimiz rahbari boshchiligida maktab ta'limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish hamda kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yozgi ta'til davrida ham yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish vazifasi belgilangan edi. Shu maqsadda 1-iyundan 30-avgustgacha dolzarb 90 kunlik e'lon qilinib, maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Muxbirimiz ayni yo'nalishda Sarosiyo tumanida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritadi. Yozgi ta'tilni samarali tashkil etish bo'yicha berilgan topshiriqlardan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarni e'tiborsiz qoldirmaslik, vaqtini foydali mashg'ulotlar bilan o'tkazishiga imkon yaratishdir. Shu maqsadda viloyatimizda 90 kun davomida jami 26500 dan ortiq ko'rik-tanlovlar, musobaqa va madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish hamda 551 mingga yaqin o'quvchi yoshlarni qamrab olish rejalashtirilgan. Xususan, Sarosiyo tumanidagi 94 ta umumta'lim maktabida ham dolzarb 90 kunlik doirasida 41 ming nafar o'quvchilarni ta'lim, sport, san'at to'garaklariga jalb etish rejalashtirilgan. Ayni paytda o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida IT sohasi hamda robototexnikaga qiziqishlarning oshib borayotganligi uchun tumanimizda tayanch maktablarni tashkil etib, ushbu maktablarga robototexnika jihozlari hamda kompyuter texnologiyalarini o'rnatib, IT sohasiga bo'lgan qiziqishlarni oshirish uchun barcha zamonaviy shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Qizlarimiz uchun turli kasblarni o'rganish maqsadida pazandachilik, tikuvchilik hamda boshqa sohalarda ham yo'naltirib to'garaklar tashkil etib bormoqdamiz. O'quvchi yoshlarimizni hozirdan hayotga tarbiyalash maqsadida haydovchilik bilan shug'ullanish uchun yoki texnikalarda xavfsizligi, haydashni o'rgatish uchun maxsus o'qituvchilarimizni tayyorlab, ularga texnika bilan shug'ullanish jarayonlaridan o'rgatib bormoqdamiz. Ta'lim-tarbiya sohasi bu ota-onalar bilan uzviy bog'liqligi bo'lganligi sababli ota-onalardan maktablarimizga jalb etgan holda farzandlarini bugungi kunda biz pedagoglarga ta'minlab berib, ularni bo'sh vaqtlarini maktabda o'tkazib, ilm-fan, ma'rifat fanlarda olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida maktab ustozlari bilan birgalikda o'quvchilarimiz tayyorgarlik olib bormoqda. Yoshlarning qiziqishlarini inobatga olgan holda mohir qo'llar, yosh kitobxon, badiiy gimnastika, shaxmat shashka, mini futbol, ingliz tili, robototexnika, kulolchilik kabi 15 xil to'garak faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ularda o'quvchilar o'z iqtidorlarini namoyish etish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va ijodiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.